Bugun qarsillama somsa yeb ko'ramiz. Qarsillama somsa mazasiga baho beramiz. O'rtoqlar go'shtli somsa, mazasiga vobshe gap yo'q. Ichi to'la go'sht, xamirlari ham yumshoq pishirilgan, narxi donasi 8000 so'm. Tovuq go'shtli somsa, narxi donasi 6000 so'm, mazasiga baho beramiz. Tovuqlari ham shunaqa yumshoq pishirilgan o'rtoqlar. Chunki menimcha qanaqadir sous qo'shishdan mazasi vobshe super. O'rtoqlar kartoshkali somsa, narxi donasi 5000 so'm, mazasini ko'ramiz. Qarsillama somsa nomiga yarasha qarsillama somsa ekan. Alhamdulillah. Limon bilan baribir boshqacha-da. Bugun qarsillama somsani Chorsu filialida mehmonda bo'ldik va turli xillardan yeb ko'rdik. Mazasiga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Agar kimgadir lokatsiya kerak bo'lsa, Telegram kanalimga tashab qo'yganman.